Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, darsimizni boshlab oldik. Bugun sizlar bilan listening part 1 ko'ramiz. Umuman olganda bizlar to'liq sifr formatga kiramiz tez orada sizlar bilan. Aynan listening va reading part 1ni yillik kunlik jadval tashlagandim sizga men. Jadval tashladimmi yo'qmi sizga uni bilmayman. Lekin bu yerda bor edi. Mana shu jadval bo'yicha darslarimiz bo'lib o'tadi 50 kun davomida. Endi shu jadvalga listening part 1 bilan reading part 1 kiritilmagan. Reading part 1 o'z sizlarga bitta video tashlab berdim, bitta o'zim tushuntirdim. Bundan tashqari 4-5 ta analiz tahlilini qilib berdim. Bo'ldi, reading part 1 haqida endi gap ochmayman, mavzu ochmayman men. Endi listening part 1 haqida sizlar bilan boshlab oldik. Dars oxirida bitta yengilgina praktik olamiz. Menimcha ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p, listening part 1da 8 ta savol bo'ladi. 8 ta savol bo'ladi listening part 1da. Va darajasi B1 levelda bo'ladi. B1 deb aytilar, lekin imtihonda E2 levelda bo'ladi. Katta bilan E2 levelda bo'ladi, chunki listening part 1 juda oson part bo'ladi. Ya'ni easy part of listening. Listeningdagi eng oson part bo'ladi. Savol turi dialogga o'xshaydi. Ya'ni speaker gapiradi, boshida misol uchun national system of deb boshlanadi. Audioni bilsangiz agar, menga yodib ketgan, misol uchun hammaga yodib qo'yam bo'lsa kerak. Undan keyin now look at part 1 deydi. Listening part 1 ga qara degandan keyin shartini tushuntiradi. Prosessorda oldinda. Xo'p. You will hear some sentence. Ya'ni sen bir nechta gaplar o'qiysan. You will hear each sentence twice. Ya'ni 2 marta eshitamiz biz savolni. C1 uchun oldin imtihonga kirib chiqib C1 olganlarga bir marta eshittiriladi deydi. Ya'ni quloq bergan payti. Bu yoqda endi kirayotganlarga, birinchi kirayotganlarga 2 marta eshitiladi deydi. Bu narsa to'g'ri, lekin ba'zi holatlarda hammaga ham 2 marta eshitiladi. Choose the correct reply to each sentence. Ya'ni sen o'sha gapga ham biz to'g'ri javob topishimiz kerak bo'ladi. Dialog so'zlovchining gapi, ya'ni dialog audio sifatida eshittiriladi. Buni bilsak kerak hammamiz. To'g'ri javob birinchi dialog to'g'ri javobni o'sha so'zlovchining gapi orqali topib olsak ham bo'ladi. Gap orqali to'g'ri, 100 so'z gap orqali to'g'ri. Misol uchun multiple choice shaklda bo'ladi bu. Bilamiz, ABC bo'ladi. Audio bizlarning sherigimiz bo'ladi. Speaking partnerimiz bo'ladi. Biz unga javob qaytarishimiz kerak bo'ladi, ammo olganda. Menimcha tushuntirib bera oldim shartini. Mana shunaqa shartlari bor. Xo'p, birinchisi what is your name desa mana misol uchun. What is your name? Birinchisi my name is Sardorbek. Mening ismim Sardorbek. I like my name. I have a nice name. Bu yerda endi bu yerga to'g'ri javob nima bo'ladi? Albatta A javob bo'ladi. Chunki ana what is your name deyapti. Sen isming nima deyapti? Biz ismimizni aytishimiz kerak. Nima B bilan S bo'lmaydi. Agar do you like your name, sen ismingni yoqtirasanmi deganda men ismimni yoqtiraman deb javob berganimsa, albatta B bo'lardi. I have a nice name. What kind of name do you have? Senda qanaqa ism bor? Chiroylimi, xunukmi ism, qanaqa ism bor desa, unda siz javobimiz to'g'ri bo'lardi bu yerda. Tushunarlimi? What bilan berilyapti-ku. Alohida strategiyalarni sizlar bilan hozir gaplashamiz har bir. Question wordlariga kelayotgan bo'lsa, question wordlari bor buni. Ya'ni what, who, mana shu wordlar bilib olishimiz kerak. Chunki bular imtihonda juda bonagisi juda balandroq.
Misol uchun, where is the bus station? Poyezd stansiyasi qayerda desa, misol uchun, biz ana shu qayerdaligini aytamiz. Tushunarlimi? Qayerdaligini aytamiz. What is narsa degani, who insonni so'raydi, who bilan savol bersa. Where desa joyni so'raydi. When desa payt so'raydi, qachon bo'lgan, qaysi paytda bo'lgan. Why bo'lsa sababini. How long, qancha vaqt, how much, qancha miqdorlarigini olganda so'raydi. Xo'p. Qaranglar, misol uchun bitta savol shuni analiz qilib beraman sizlarga. Yaxshilab qarab turinglar. Qalam. Bunda qalam yo'qmikan? Xo'p. PDF qildim ma'ni faylni Wordda ekan. Hozir qalam borda PDF yaxshilab analiz qilib tushuntirib beraman sizlarga. Xo'p, qaranglar. Bizadan bu yerda nima so'rayapti? Bizadan bu yerda mana Wordlar mana when deb so'rayapti bizadan. Именно when deb so'rayapti. When did you buy your new car? Your new car deydi. Hammaga olsak. Sen qachon yangi mashina sotib olganding? Biz yangi mashina sotib olganmiz. Qachon sotib olganimizni aytishimiz kerak. Variantlarni o'qiymiz endi. Asta-sekin variantlar bilan tanishsak. Bunga bersam bo'larkan asranga. Last year when my daughter was born. O'tgan yili mening qizim tug'ilgan paytida. With my brother, akam bilan. I need a car to travel. Menga sayohat qilishga mashina kerak. Endi sizlarga o'ylashga vaqt yetdi, qaysi javob bo'ladi? Xo'p, menimcha o'ylab bo'ldingiz. Va endi qaranglar, bizdan qachonligini so'rayapti, bu yerda. Qachonligini so'rayapti. Kim bilan olganini so'ramayapti-ku. With my brother bo'lmaydi. With my brother bo'lmaydi. Agarda bizga savol berganda who with did you buy your new car? Ya'ni sen kim bilan mashina sotib olganding desa, biz brother bilan aytsak bo'ladi. Nima uchun senga mashina kerak deganda car to travel deb javob bersa bo'ladi. Ya'ni sayohat qilishga mashina kerak deb javob bersa bo'ladi. Bizdan paytini so'rayapti. Paytini bu yerda nima beryapti? Bu yerda nima beryapti? Last year beryapti paytini. Last year when my daughter was born. Last year mana. Qayta qarorlarni olamiz. Last year bo'ladi bu olganda. Xo'p, endi 3-savol, mana shunaqa analiz ketaveramiz. Oxirida bitta audio bilan ishlaymiz. Hozir bu yerda instructionlarni o'rganamiz. Ko'p darslarni bittalab analiz, bittalab tahlilini qilamiz siz bilan. Xo'p, can you tell me deyapti. Savol birinchi o'qishni boshlasak. Can you tell me? Sen menga ayta olasanmi? Poyezd stansiyasi qayerda? Poyezd stansiyasi bu yerda qayerda ekan? Qayerligini so'rayapti. Qayerda? Where bilan javob berilyapti. Demak, joyni so'raydi. Xo'p, siz o'ylab oling. A, B yoki C. Xo'p. Menimcha o'ylab bo'ldingiz. Endi tahlilni boshladik savolni. Qalam formatida. It is just past the bank on this road. Bu ko'chadagi bankdan o'tgandan keyin poyezd stansiya. Train departs in every 30 minutes. Ya'ni har 30 minutda poyezd keladi. I like traveling by train. Men poyezd bilan sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Endi bu yerda tushungandirsiz, avtomatik javoblar yo'q bo'ladi. Chunki
Bu yerda bizada vaqt so'raganda agarda when deganda yokida what deganda what bilan savol boshlanganda bular to'g'ri bo'ladi. Bizada nima bilan savol boshlanyapti bu yerda? Albatta where bilan savol boshlanyaptimi? Demak, bizlardan joyni so'rayapti. Audioda misol uchun to'liq eshitmasangiz ham so'roq so'zini eshitib qolsangiz, shunda ham javobini topsa bo'ladi. Tushunarlimi? Shunda ham siz javobini topsangiz bo'ladi. Audioda to'liq eshitmasangiz ham. Keyingi savolimiz, buni ham o'ylab tahlil qiling. Agar mana shu ikkita savoldan xato javob topgan bo'lsangiz, siz hali mohiyatiga yetmayapsiz. Agar ikkalasini ham to'g'ri topgan bo'lsangiz, siz imtihonda bemalol 88 topa olasiz. Agar bitta xato, bitta to'g'ri bo'lgan bo'lsa, sizda ham kamchiliklaringiz bor. Xo'p, 4-savol o'ylab oling. Tahlil qilib beraman, hay. Buni tahlil qilib bermayman. O'ylab javob bering. Xo'p, men o'ylab javob bo'ldingiz. Endi buni javobiga kelsak. Tahlil qilaman. How long does it take to go by car? Ya'ni u qancha masofani oladi? Masofa, kilometr haqida so'rayapmiz bizda. Nima mana kilometr haqida. Xo'p, endi around 1 hour, 1 soat. Car is much faster. Mashina juda tezroq. It's very long. U juda uzun. Bizdan how long so'rayapti. How long so'raganda kilometri qanchadir masofasi olganda kerak bo'ladi-da bu yerda. Endi bu yerda bizada qizil around 1 hour umuman bo'lmaydi. Qarmash faster ham bo'lmaydi. Bu yerda agar ular bo'lish uchun nima kerak bo'ladi bizga? Ular bo'lish uchun vaqt so'raganda when deb boshlaganda u bo'ladi. Yoki qanchalik tez deganda how much deb boshlaganda ko'rinmayapti. How much deb boshlaganda shu bo'ladi. 4 millimeter bo'ladi. Normal. It's very long. U juda uzun. Long. Qarayapsizlarmi? Logikani ishlatish kerak bu yerda. Keyingi zamonlar bilan ehtiyot bo'lishimiz kerak, ayniqsa listening part 1da. Buni men hozir bittalab tushuntiryapman. Har bir savolni detalli tushuntiryapman. Mana o'zi darsimiz 14 minutga yaqinlashib qolyapti. 14-15 minutga yaqinlashib qolyapti. Xotirjam bo'lib tinglang, iltimos. Asta tushuntirayotgan bo'lsam uzr lekin. Biz zamonlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Past simple, continuous, present perfect. Bular hammasini o'tganmiz. Bosdik, qaranglar. Did you bilan savol berdi. Buni tahlil qilaman, hay. Did you yo'qmi? Sen uyga bajardingmi? Did you bilan savol berilyapti, demak u past simple bular. Javob past simple bo'lishi kerak. Savol past simpledami? Javob ham past simpleda bo'lishi kerak. Qadrdonlar. Endi bu yerda did qo'yilgan shakl bo'ladi. Tushunarlimi? Agarda savol present simpledami, present simpleda bo'lishi kerak. Past continuousda, past continuousda bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa. Tushunarlimi? Xuddi shunaqa bo'lishi kerak. I did an hour ago. Men 1 soat oldin bajaraman, did. I am doing it. Men uni bajaryapman. And I will do men uni ertalab bajaraman. Ertaga yo'q bu yerda. Ertalab videoda bajaraman deyapti. Bu yerga to'g'ri javobimiz nima bo'ladi? Albatta, did bilan savol beriladi. Men chunki did bilan javob beriladi dedim. Men did bilan savol berilyapti, did bilan javob beriladi dedim.
Agarda present continuous bilan savol berilganda B javobimiz to'g'ri bo'ladi. Agarda future simple bilan javob berganda esa C javobimiz to'g'ri bo'ladi. Endi bu yerda 6 savolimiz. Qaranglar, savol ko'rib olib, bu bitta ekanda. Bu yerda nima bilan javob berilyapti? Savol berilyapti bizga. Are you going bilan savol berilyapti. Ya'ni present continuous bilan savol berilyapti. Endi present continuous bilan javob qaytarishlar kerak. O'ylab olinglar, qaysi present continuous? Mana qilsam ko'rinadi. Mana, o'ylab javob beryapmiz. Ya'nida nima demoqchiman? Bu yerda yaxshilab o'ylanglar. Mana savol tepada turibdi, sizlar javob berishlaring kerak. Men javobini aytsam, bu yerda yes, no bilan berilyapti. Yes, no ahamiyatsiz bu yerda aytdim men buni. Bu yerda zamon. Bular ahamiyatsiz mana bular. Kerak emas umuman. Ko'p holatda bular kerak bo'ladi. Bizda zamon kerak bo'ladi asosan. Bu yerda I will turibdi. Will bizga kerak emas. Demak bu future simple ga tortyapti. I did not bo'lyapti bu yerda. Yo'q. Bu ham kerak emas. Chunki bu yerda past simple bo'lyapti. Xo'p, keyingisi bu yerda yeah, I am mana. Ya'ni subject plus verb ing to be bo'lishi. To be ham borda. Biz unutdik. To be ham qo'yib, mana to be verb ing bo'lsa, demak present continuous bilan bizda B javobimiz, C javobimiz to'g'ri bo'ladi bu yerda. Umuman olganda zamonlarga ehtiyot bo'ling. Zamonga ham o'rgatyapman strategiyasi shular. Question wordga, ya'ni savoliga nima savol so'z bilan javob beriladi? When, why, ana shu bilan javob beriladi. Nima bilan javob berasiz, shuni aytasizlar. Xo'p, keyingisi bu zamonga ehtiyot bo'linglar. Qaysi zamonda berilayotgan bo'lsa, shu zamon bilan javob qaytariladi. Qaysi zamonda berilsa. Xo'p. Be careful with short answers. Ya'ni qisqa javoblardan, actual verblardan ham ehtiyot bo'lish kerak ekan. Qanaqa ehtiyotkorlik bizdan talab qilinyapti shu haqida bilsak. Be careful with short answers. Bu rang qoli. Qora bilan bersam yaxshi ko'rinadi. Mana bu rang yaxshi menimcha. Xo'p, endi actual verblardan ehtiyot bo'lish kerak. Bilasizlar, present continuous'ga, ya'ni am, is, are yordamchi. Present simple'dagi do, does ismi qolyapti lekin. Past simple'dagi did. Past continuous'ga was, were. Endi qaranglar. Bir qo'yib, misol uchun do bilan savol berilyapti. Do bilan savol berilyapti. Do bilan javob qaytaradi. O'ylaydigan o'xshaydi. Buni tushuntirishlarimiz mana will kelgan. Mana bu yerda bittasini tahlil qilib beraman, ikkinchisini o'z sizlarga savol qilib beraman. Qaranglar. Would berilyapti savolimiz would. Would chocolate. Siz chokolad yaxshi ko'rasizmi? Hamma yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman degan. Men bajaraman degan. Endi tushuntiraman. Bu yerda mana like nima bu? Asosiy fe'l. Asosiy fe'l. Would nima edi? Ko'makchi fe'l bu yerda. Ko'makchi fe'l bu yerda. Xo'p. Ko'makchi fe'l bilan savol berilyaptimi? Ko'makchi fe'l bilan javob qaytariladi. Would men o'tganman, tashlab berganman darsimizga. Bu yerda like ahamiyatsiz, chunki asos fe'l. Bu yerda like emas, would bo'ladi. Do, bu yerda do adashib qolgan menimcha bu yerga. Shunaqa, adashib qolgan.
umuman olganda bu yerda ko'makchi fe'l so'ralyapti. Misol uchun savolda birinchi ko'makchi fe'l chiqadi-da. Does she do homework? Uyga vazifasini bajardimi? Shundan does chiqa oldinga. Shuning uchun. Buni ham qilib ko'ringlar endi. Ko'ramiz. Bu ham boyanagidan zo'r ekan. Bitta tahlil qilib bermayman. Hozir qayerda mana. Sizlarga 40 sekund vaqt beraman. 40 sekund. Xo'p. 10 sekund vaqtinglar qoldi. Qo'yib olinglar. Mikrofoncham kerak emasmi? Mikrofonim bunga chiqib qoldi. Xo'p. Endi javobini aytaman sizlarga. Javobini aytsam, would bilan savol berilyapti. Bu yerda would you like go to go swimming, ya'ni suzishga borishni yaxshi ko'rasan deyapti. Yes, I like. Yes, I do. No, I wouldn't deyapti. Like bu yerda ahamiyati deganman. Like bilan kelyapti. Yo'q. Like javob bo'lmaydi. Do ham javob bo'lmaydi. Qayla yes, no. Yes, no dan keyin nima keladi? Yes, no. Undan keyin subject kelsa, ko'makchi fe'l kelishi kerak. Har xil qilib yozyapman. Inglizcha, o'zbekcha aralashib yozyapman. Lekin tushuntiryapman degan umiddaman. Xo'p, bu yerda would bilan savol beryapti. Would bilan javob qaytaradi. Bu yerda would bor, ya'ni wouldn't. Ya'ni would'da inkor shakli bor zaten. Keyingisi bu yerda distraktorlardan ehtiyot bo'lishinglar ham kerak. Ya'ni audioda nima desa, audioda misol uchun play desa, javobdagi playga ham uchib ketmagan yoki sportsiz javobda sportga ham uchib ketmanglar. Tushunarlimi? Tushuntra oldim menimcha. Ya'ni mana qaranglar, buni tushuntiraman. Bitta ekan o'zi. Javob aytamiz. Do you often extreme, ya'ni extreme nima desam ekan? Yaxshiroq adrenalin beradigan sport o'ynaysanmi desam, qala. Yes, I like extreme conditions. Yo'q, bu bo'lmaydi. Yo'q, bu voqea bo'lmaydi. Chunki men aytgan ko'makchi fe'l bilan savol berilyapti. Yana ko'makchi fe'l bilan javob qaytaraman. Mana shu yerda siz javob o'ylaganda молодец. Dars tushunyapsizlar. Sizlar молодецсizlar. Xo'p, men bir yes, what is the play? What kerak bu javobda. Bu esa like emas. Ya'ni holatlar endi shu javob bizga kerak bo'ladimi? Yo'q, albatta. Oxirgi bitta savol qolyapti. Sizlarga qoldiraman. Shu bitta bosam sizlarga. Ekran yonmayaptimi? Yonmagan ekranda endi yonmas. Yonmagan ekran endi yonar. Mana shu savolni sizlarga qoldirsam, should I write essay to me? Yana ko'proq essay yozaymi degan modal fe'l bilan savol berilyapti. Sizlar endi nima bilan javob berasizlar? Yaxshilab o'ylab, ko'rib javob beringlar. Mayli, sizlarga 1 minut vaqt, 1,5 minut vaqt. 26 mana zapis 26 o'tganda men javobini aytaman sizlarga. Ungacha channel qilmam turish mumkin. Xo'p, should I write an essay today? Men yana ko'proq essay yozaymi deyman. O'qituvchi turibdi. Ya'ni o'quvchi so'rayapti. Ko'proq essay yozaymi deyapti. Endi sizlar nima deysizlar? Endi o'qituvchining javobi nima bo'ladi bu yerda?
nima olgan o'qituvchini javobi. Buyerda should bor, right bor. Should modal fe'lini o'tganmiz. Shouldni modal fe'l ham ko'makchi fe'lni tarkibiga kiradi. Yo'q. Yaxshilab o'ylaymiz o'quvchilar. Yaxshi. Yo'q, modal fe'llar kirmaydi. Adashdim. Kirmaydi. Should axloqiy burch va umumiy maslahat ifodalaydi bu yerda. Should so'roq gaplarda odatda ishlatiladi. Rasmiy holatlarda ishlatiladi. Endi should bilan kelsa, javob bo'ladimi, yo'qmi? Lekin javob bo'lish ehtimoli ham bor. Menimcha javobni tanlab bo'ldingiz, aytmasimdan oldin. Xo'p, bu yerda savolni bittalab tahlil qilamiz. Keyin savol oxiriga tashlaganman sizlarga. Agar javobingiz to'g'ri chiqsa, молодец, darsni tushundingiz. Уже bilib oldingiz 88 topasiz. Should I write essay today? Men ko'proq essay yozaymi deyapti bu yerda endi. Yo'q, faqat letter yoz. Faqat xat yoz. Sen essaylar juda yaxshi yozsan. Sen writing o'rganishing kerak. Bu yerda should bilan kelyapti. Endi shunaqa vaziyat qoladi. Modal fe'l yordamchi fe'l emas-ku. Modal fe'l yordamchi fe'l emas. Aytdimmi? Javob A bo'ladi. Faqat ya'ni bu yerda yozish, nima essay yozishim, essay yozaymi men ham deyapti. Misol uchun tushuntirsam, guruhda ikkita o'quvchi bor. Bittasi essay yozsa, bittasi letter yozadi. Letter yozadigan kelyapti, ustozning oldiga, men ham essay yozaymi deyapti. Yo'q, faqat letter yoz deyapti. Sen writing o'rganishing kerak. Yo'q, men nima qilishim kerak? Writing o'rganib nima qilishim kerak? Nima bilan savol berganda, biz mana shu javob olganmiz. Men writing qanaqa yozaman, essaylar qanaqa yozaman deganda, mana B bilan javob bergan bo'laylik. Xo'p, do'stlar. Mana shunday qilamiz hozir sizlar bilan. Bitta Multiple Master degan kitob bor. Sizlar agar ana shu kitobdan tahlil qilamiz. Tushunarlimi? Tahlil qilishimiz kerak. Multi-level master PDF bor edi menda ekan. Telegramda da ekan. Multi-level master listening. Xo'p. Shunda PDF bormi? Audio scriptimiz biza nima kerak audio? Shunda ham yo'q, bunda bo'lsa kerak. Bo'ldi, topdim. X-Science 33 ovoz boradimi sizga hozir? Yo'qmi, uni bilmayman men. Chunki mana shu dars o'tayotgan paytim bir xillariga audioning ovozi borgan, bir xillariga bormagan. Hop. Buni hozir nima chiqdimi? Audio chiqdi. Kitob ochamiz endi sizlar bilan. Mana Multiple Master kitobi bo'ladi.
X size 40, 33. Mana shu bo'ladi. Ekran yaxshi ko'rinyapti sizga menimcha. Xo'p, sizga birinchi qo'yib beraman buni. Sizga birinchi qo'yib beraman. Javoblarini audio eshitilayotgan bo'lsa, javoblarni belgilab olasiz. Ekranni yoqaman mana. Audioni qo'ydim. Mana. Belgilagan keyin tahlil qilamiz birga siz bilan. Javoblarni belgilang. Xo'p, 8-sini bir marta eshitdim. Ko'rmay qolgan bo'lsa ekran uzr. Chunki audio ketib qolishi mumkin edi. Xo'p, bittalab endi tahlil qilamiz hozir sizlar bilan. Boshlaymiz. What are John and Mary like? John bilan Mary bu yerda qanaqa xarakterga, nimaga o'xshaydi deyapti. Qanaqa xarakterga ega deyapti. Endi bu yerda to'g'ri javobimiz B bo'ladi. Ular mehribon. Ular mashhur sportsmen desa, ular kim deganda mashhur sportsmen javob beradi. Yokida ular anu ko'chada ketayotgan ikkita odam kim deganda bizlar John and Mary degan bo'ladi. Umuman olganda bu yerda mehribon. U qanaqa bizga alohida desa, biz mehribon degan bo'lamiz. 2ga birda aytyapman hozir. Sen ingliz tilini nimaga o'rganyapsan? Why do you learning English? Sen ingliz tilini nimaga o'rganyapsan? Bir minut men tayyorman. Yo'q. Siz bo'lmaydi. Okay, men sen bunga men seni beraman, senga beraman deyapti bir narsani.
Yo'q, u ham bo'lmaydi. Menga ish kerak. Ish uchun ingliz tilini o'rganyapman. Why? Nima uchun ingliz tilini o'rganyapsan? Ish uchun o'rganyapman. Mana bularni detalni tahlil qilib berishim shart emas. Tushunib olasizga umiddaman. Agar tushunmagan bo'lsangiz, bu darsni qaytadan ko'rib chiqing. Biz hozir praksis qilyapmiz. Bunaqa detalni ishlamayapmiz. Что aytay endi? Uning uchun darsga har doim birinchi darsga kechikib keladyapti. Ya'ni hammani misol uchun hamma maktabda bo'ladi, bir ikkita bolalar darsga kechikib keladi. Nima uchun darsga kechikib keladi? U mehribon. U qanaqa degani mehribon degan bo'ladi. U odobli. U qanaqa degani odob. U uxlashni yaxshi ko'radi, shuning uchun darsga kechikib keladi. Endi bu yerda kallani ishlatib ko'p bo'lmagan bo'lsa 3 kechikib kelayotgan odam uxlab kechikib qoladi. Odatda uxlab kechikib qoladi maktabda. Misol uchun darskada repetitorga misol uchun uxlaydiganlar bor. Miyani ishlatib topish kerak. Mana shunaqa to'rtta aytadi endi. Mana sening ruchkang rahmat deyapti. Endi bu yerda misol uchun kimdir ruchkasi qolib ketgan bo'lsa, ruchka berib turgansiz siz. Unga rahmat deyapsiz. Siz unga meni kechir demaysiz. Yokida okey, yaxshi demaysiz. Albatta, rahmat degan odamni biz arzimaydi deb jo'natishimiz kerak. You are welcome degani bu arzimaydi degani bo'ladi. 5 endi. 5. Mana shunday tahlil qilishimiz kerak-da. O'zi praktika davomida mana shunday bo'ladi. Sening o'ylashingcha bu yaxshi ob-havomi? Endi bu yerda yaxshi ob-havomi deyapti. Ha. Endi bu yerda A bo'ladi o'rjog'imiz. Nimaga aynan A bo'ladi? Tushuntirsam. Men shuni umid qilaman deyapti. Endi mana qaytadan eshitinglar. Qaytadan eshitaylik yo'q. Farqlashni bosaversam, menimcha yaxshi bo'larkanda. Xo'p, mana bunga agarda ob-havo yaxshi bo'lsa, bu A javobini so'raydi. Bu yerda bizda uni so'ragani yo'q, misol uchun uni deb so'ragani yo'q. U deb so'ragani, u deb misol uchun endi bu yerda nisbatan grammatik jihatda ham bu B bilan S javob to'g'ri kelmaydi. Mana qayta eshitsangiz ham. Bitta Telegramga kirib chiqayda, men ekran nimadir bo'lmayaptimi? Ekranga nimadir bo'pti mana. Xo'p. Ekran to'g'rilab chatga qaytsam. Xo'p. Qarilar. Ekranda sal muammo bo'lib qolibdi. Endi uzr. Mana, endi ko'rinyapti ekran menimcha. 6 ni eshitamiz. Audio qayda endi? Audioni izlab topib bo'lmayapti.
Yo, part 2 ekanmi? Sorry. Xo'p, davom etamiz. Mana audio, mana ekran, hammasi joyida. 6. How did you? Sen qanday topding? O'ynashni qanday topding deyapti. Endi bu yerda to'g'ri javobimiz aytsam, C bo'ladi. Mening singlim buni u haqida menga aytdi. Ya'ni o'ynash, bironta o'yinni bilmayapsiz. Sen qanday o'ynayapsan bunisi? Mening singlim bu haqida menga o'rgatdi. Menga buni o'rgatdi-da. Ya'ni men qiyin chipta oldim yokida men o'ylashimcha u muvaffaqiyat emas, bo'lmaydi. Tushunarlimi? Ya'ni o'yinni senga kim o'rgatdi deyapti. 7 bilan 8. Londonni xaritasi oson bo'ladimi? London shahar xaritasi oson bo'ladimi deb so'rab bu yerda. Men uni endi bu yerda eslatolmayman. Hammasi joyida degan javoblar, ya'ni A bilan B'dagi javoblarimiz umuman ma'no mantiq jihatdan bu yerga to'g'ri kelmaydi. Shu sababli перевод, marhamat degan. Marhamat ol desak bo'ladi. 8. 8ni audiosini mayli 2 marta qo'yaman buni ham. Past continuousda berilyapti javobi. Past continuousda berilyapti. Shu sabab past simple'da berilyapti. Shu sababli yes he did bo'ladi. U Mark imtihondan o'tdi. Shunday emasmi deyapti. Imtihondan o'tdi Mark. Xo'p. Nima olganda shular o'quvchilar mana praksam qildik, o'rgandik desaman deb. O'zim analiz qilishimda nima strategiya ishlatishimni sizlarga o'rgatdim. Xo'p. Darsimiz shular edi. Kuninglar yaxshi o'tsin. Xayr, sog' bo'linglar.